Demak, bugun biz sizlar bilan Xudo xolasa yangi loyiha ustida turibmiz. Bugungi mehmonimiz ustozimiz Hasanxo'ja aka Muhammad Sodiq. Yaxshi loyiha boshlagansizlar. O'zi sizlarni o'sha Grant Edu o'quv markazi bo'lganinglardan beri kuzatib, o'shanda ochilishda bir so'z berganinglarda bir narsani aytdim. Biz Oybek desa, shu ovqatlanadigan joy, qimmat restoran, Ota-ona farzand o'rtasidagi munosabati nima qilish mumkin emas, nima qilish kerakliklarini aytamiz, lekin ba'zan farzand tarbiyasi shunaqa narsa ekanki, sohani olsak, o'sha fanni bilishni o'zi yetarli emasda. Yondosh hududlarni ham bilish kerak. Ya'ni farzandni yoshligidan nimaga qobiliyati borligini yoki umuman bola qobiliyatlimi? birinchisi nima qilmaslik haqida, ikkinchi bob nima qilish kerakligi haqida. Mana shu ustoz eng bozorda kamyob, eng talabgir va sun'iy intellekt buni hech qachon o'rnini bosa olmaydigan ustoz bo'lib qoladi. Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugun biz sizlar bilan Xudo xolasa yangi loyiha ustida turibmiz. Nasib qilsa, Grant Edu o'quv markazining yangi loyihasi Maskan loyihasi ustida turibmiz va bu loyihada Xudo xolasa biz sizlar bilan demak, ta'lim-tarbiya bo'yicha, hozirgi kundagi o'qish masalalari bo'yicha batafsil bir gaplashib, yoritib berishga harakat qilamiz. Bugungi mehmonimiz ustozimiz Hasanxo'ja aka Muhammad Sodiq. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Rahmat taklif uchun. Ishinglarga baraka. Yaxshi loyiha boshlagansizlar. O'zi sizlarni o'sha Grant Edu o'quv markazi bo'lganinglardan beri kuzatib, muxlislik qilib, poddeshka qilib kelaman. Yaxshi faoliyat olib boryapsizlar, kengayyapsizlar. Yaqinda xursand bo'lganim, bir yaxshi loyiha Oybek tarafda yangi filial ochdinglar. O'shanda ochilishda bir so'z berganinglarda bir narsani aytdim. Endi u faqat yosh kattalar, ya'ni qaysi ma'noda 2010-yillarda yoki 2000-yillarda abituriyent bo'lib tayyorlanganlar u gapni his qiladi-da. Hozirgi yoshlar his qilish qiyin. Ya'ni u narsa nimasidan oldin biz Oybek desa, shu ovqatlanadigan joy, qimmat restoran yoki faqat o'sha elita yuradigan, ta'limdan uzoq bo'lgan joy deb his qilardik. Angel Football yoki boshqa narsa bo'lsa ham. Endi u joylarda bunaqa ta'lim dargohi ochilayotgani, trend o'zgarayotgani va o'quv markazlari ham o'sha joyda bemalol faoliyat olib borayotgani xursand qilgan edi. Kengayib yurishinglar kerak. Mana yaxshi rejalar haqida ham eshitdim. Yaqinda Xudo xolasa maktabga harakat qilasizlar. Boshqa yo'nalishlarni ham qamrab olsizlar. Bu yaxshi. Mana bu podkastlar ham aynan ta'lim yo'nalishida o'quvchilarda, ota-onalarda ko'plab savollar bo'ladi. Soha egalaridan javob olsa, biroz ko'ngli xotirjam bo'ladi. Ikkilanishlariga ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bunaqa loyihalar ko'payib yurish kerak. Biz xursand bo'lamiz. Doim qo'llab-quvvatlaymiz. Nima resurs, nima imkoniyatimiz bo'lsa, maksimum poddeshka qilishga harakat qilamiz. Ustoz, xo'p, Xudo xolasa bugungi suhbatimiz nasib qilsa ustoz, ota-ona farzand o'rtasidagi munosabati va bolani tarbiyasi, umuman olganda ta'lim sohasida umumiy gaplashishga harakat qilamiz. Ustoz, biz sizni baribir ustoz sifatida sizni taniyman, ya'ni matematika sohasida ustoz sifatida bilaman. SAT yo'nalishida birinchi marta ko'rganman siz darslaringiz va o'sha YouTube'dagi darslaringizdan ko'rib taniganman. Umuman olganda biz sizni taniymiz. Ya'ni auditoriya odatda taniymiz, lekin yangi kuzatayotgan obunachilar bo'lsa, kuzatuvchilar bo'lsa, o'zingiz bir tanishtirib bersangiz, faoliyati to'g'risida ozgina ular ham bir ishonch hosil qilib olishsa. Xo'p. Qisqaroq endi buni boshqa podkastlarda ham aytganmiz. Faqat bu auditoriya bosh qo'ygancha biroz takrorlaymiz. Hasanxo'ja ismim. Muhammad Sodiq bu bizda sharaf bilan olib yuradigan nomimiz, ya'ni ustozimiz va o'g'limizni nomiga qo'shib yuramiz. Hop, 2019-yildan beri matematikada faoliyatni boshlaganman, ya'ni o'sha yili institutga kirganman va o'sha paytda yaxshi o'qiganmiz. Yoshlikdan o'zi matematikada iqtidor bo'lgan, olimpiadalarda qatnashib yurardik maktabda. Keyin 2019 bo'lsa, mana 17 yil bo'libdiki, uzluksiz ta'limda, aynan matematika qismida dars berishni boshladim. To bu 2022-yilgacha davom etdi. Ya'ni har yili yangi abituriyentlarni o'qitardik bu paytda. Faqat O'zbekistonga tayyorlanardi. 2017dan 2016-yildan SAT ga tayyorlaydigan o'quvchilar kelishni boshlagan. Sekin ular bilan tayyorlanib, 2022-yilgacha bu ham parallel davom etgan. 2022-yil Sodiq School maktabini g'oyasi kelgan va asos solib parallel u yerda ham dars berardim, ham maktab faoliyati bilan, rahbarligi bilan shug'ullanardim. Shu
17 yil matematikadan dars bergan ustoz sifatida oxirgi 4 yilda maktab rahbari sifatida faoliyat olib boryapman. Asli ustozman men. Mendan ko'pchilik so'raydi. Siz o'qituvchisimiz, tadbirkormisiz yoki menejermisiz deydi. Men uchun ichimdan o'zimni his qilaman, men o'qituvchiman deyman. Chunki 17 yil bu hazilaka muddat emas. Hozir 35 ga kirgan bo'lsam, umrimni yarmida. Umrimni yarmi shu ta'limda o'tgan. Haligacha misol o'sha maktab ochganimizda ham 20 soat dars olganman. 20 soat bu to'liq stavka hisoblanadi. Hayron qolardi, san boshqaruv qilib marketing, menejerlik qilmaysanmi desa, qiyin bo'lgan. Chunki maktab ochganimizda ham men 13 yil eng kamida o'sha ta'limda yurgan o'qituvchi edimda. Kuniga 10 soat dars o'tardim. Birdaniga doskada turgan odam qo'lidan ruchkasini olib qo'ysa, nimadir yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun dars o'tib, bolalar bilan muloqot, ichkarida shu muhit his qilish uchun sekin men darsni soatini kamaytirib, mana bu yildan to'liq dars bermaslik pozitsiyasiga o'tib oldim. Umumiy holatda o'qituvchiman va Alloh fazli bilan maktab qildik. Hozircha yaxshi ketyapti faoliyati. 3 ta maktabimiz bor bu yil. Hozir 2 ta maktabimiz bor. 3-chisini yaqinda ochamiz. Eng katta proyektimiz bo'ladi. 1000 kishidan ortiq, 1 gektardan kattaroq bo'lgan joyga masshtabliroq maktab quramiz. Hozir ko'proq shu bilan bevosita faoliyatimiz bog'liq bo'lib turibdi. Rahmat ustoz. Xo'p, demak savollardan boshlasak bo'ladi menimcha. Albatta. Xo'p, birinchi savolimiz hozirgi kunda ota-onalar farzandlarini baribir umuman olgan tarbiya qilyapti. Hamma o'zi tarbiya qilyapti, lekin tarbiya balki kelajakda keyin ko'rinish boshlaydi, o'zini baribir mevasini beradi. Qanaqa tarbiya qilganligimiz. Shu bir ota o'laroq farzandlaringizni tarbiya qilib borasiz. Farzandni yoshligida nimaga qobiliyati borligini yoki umuman bola qobiliyatlimi yoki nimaga ko'proq qobiliyat borligini necha yoshdan bilish mumkin? Umuman bolani qobiliyatini nimadan aniqlab olish mumkin? Qaysi tomonga ketyapti bola aslida? Nimaga yo'naltirgan yaxshiroq aslida uni? Va u qachondan bilinadi yoki nimadan bilib olishimiz mumkin shunaqa? Bu endi otalik yoki bola farzand tarbiyasi o'qib o'rganasiz, eshitasiz, ko'rasiz, lekin bevosita uni faqat farzandingiz ustida tajriba deylik, qo'shtirnoqcha tajriba emas, o'sha hamma bilganlaringizni qo'llash orqali sizda o'zingizda shaxsiy ko'nikmalaringiz paydo bo'lib borar ekanda. Mana ota bo'lganim, yosh otaman mana. Katta o'g'lim endi 12 ga kirdida. Qolgan farzandlarim bittasi 5 yosh, ikkinchisi 3 yoshda. Va ularni har kuni endi biz bevosita maktabda bolalar bilan ishlagan shular psixologiyasini, ulardagi muammolari ko'p ko'ramiz, eshitamiz. Ularga ota-onalar tavsiya so'rab keladi bizga. Bolam bilan mana bunaqa muammo borda nima qilsam bo'ladi degan savollarga biz javob bo'lishini kitoblar o'qiymiz. Umumiy bazaviy bilimlar bor. Misol nima qilish mumkin emas, nima qilish kerakliklarini aytamiz, lekin ba'zan farzand tarbiyasi shunaqa narsa ekanki, siz bilgan narsangizni ham qo'lla olmaysiz-da. Bilasiz hozir qilayotgan ishingiz noto'g'ri, lekin bevosita shu ishni qilasizda, nimaga shu ishni qildim degan savolga javob bo'lmaydi. O'sha narsalarni sekin men o'rganib, o'zim farzandlarimni ko'rib boryapmanki, ba'zan siz ota bo'lib turib pozitsiyani, hikmat egasi bo'lar ekansiz-da, ba'zan jazolash kerak. Bitta bola bitta xato ish qildi, jazolashingiz kerak. Yana bitta xuddi shu ish qildi, uni jazolamasligingiz kerak. Nima desa, siz hikmat o'laroq vaziyatni to'g'ri taqqoslashingiz kerak-da. Hozir shu jazo bolani foydasiga ishlaydimi yoki ziyoniga ishlaydimi? Bu narsa ko'p narsaga bog'liqda. Atrofida odamlar bormi? Bola o'sha xatosini tushunib turibdimi, bilmasdan qildimi yoki unga boshqa sabablar ta'sir qildimi? O'shaning uchun men hozir qaysi pozitsiyadaman desa, aynan hozir kichkina farzandlarimda qizim misol uchun 6 ga to'ladi, o'g'lim 4 ga to'ladi. Kichkina Muhammad Usmonxo'ja misol kuzatyapman. Kuzatish kerak ekan. Ota-onaning eng katta farzandiga berish mumkin bo'lgan shu yoshdagi to'g'ri ta'lim, to'g'ri tarbiyadan tashqari boya savol berdingiz-ku, iqtidorni aniqlash. Aniqlashni usuli kuzatuv ekan. Kuzatishingiz kerak. Bola nimaga qiziqyapti? Misol uchun yakshanba kunlari oilaviy damga chiqqanimizda bolalar uchun o'yingohlar bor. Игровой площадка deydi. Qog'oz orasi. U yerda har xil narsa bor. Misol uchun qum o'ynaydigan, legoli joy bor, sakraydigan joy bor. Qaysinga ko'proq qiziqyapti? Misol bola ijodkormi? Legodan nimadirlar yasayaptimi? Bolada creativity kuchli-da, ya'ni
bola o'tirib ana yerda rasm chizyaptimi, unda ijodkorlik emas, endi uni o'sha a, dizaynga yoki mana shunaqa rang-barang sohalarga qiziqishi bor. Bola agar ko'proq sakrab, misol uchun qiziqmayapti, demak unda energiya bor, sportga qanaqadir alohida bir nasibasi bor deb o'ylaysiz, kuzatish kerak. Uyga borganda bo'sh qolganda bola nima qilyapti yoki YouTube'dan misol uchun cheklaysiz ba'zi kanallar nimani ko'proq ko'rsa, misol uchun qaysi kadrni berilib qarayapti. Misol uchun chaqirsangiz ham eshitmasdan ichiga kirib ketyapti. Demak o'sha bolaga o'sha narsa bolaga yaxshi ta'sir qilyapti. Kuzatish kerak ekanda. Ya'ni kuzatuv orqali farzandni yoshligidagi qiziqishi yoki iqtidorini dastlabki simptomlari chiqadi. O'shani ushlab olishga harakat. Ushlab olish oson emas. U misol uchun doimiy, misol uchun bilinib turadigan narsa emas, kadrlarda ko'rinib qoladi. Hushyor ota-ona o'sha kadrni tutib olsa, yutdi. O'tkazib yuborsa, yana topa olmay, bolani qiynab, har xil sohalarga berib, uni vaqtini, energiyasini, xohishini o'ldirib qo'yish mumkin. Bola 3 yoshdan o'zini namoyon qilish boshlar ekanda, 3 yoshdan nimaga qiziqishi, nimaga iqtidori borlari sekin ko'rinib boradi. Misol, men o'g'limni ko'p kuzataman. Xotirasi yaxshi bo'lyapti. Misol, bitta joyga olib boraman-da, keyin ikkinchi marta o'sha joyga bir oydan keyin, 2 oydan keyin olib borsam, men bu yerda esladim deydi-da. Bundan qilganman deydi. Yoki tartibli bo'lyaptimi bola, olgan narsasini joyiga qo'yyaptimi, tashlab ketyapti. Shu narsalarni kuzatish orqali siz boladagi yaxshi tomonlarini yoki zaif tomonlarini bilib olish mumkin ekan. Ota-ona shu narsaga hushyor bo'lish kerak, kuzatuvchan bo'lish kerak va tarbiyaga oid ko'p ishlar bor. Biz yaqinda bitta yaxshi bolalar tarbiyasiga oid ensiklopediyani oldik. Xudo xohlasa tarjima qilamiz. Juda ko'p manbalar ichidan yagona shuni tanladik. Katta filtr qo'ydikda, ya'ni qadriyatga mos bo'lish kerak. Haqiqatda bu sinovdan o'tgan bo'lsin, yozgan odam tan olingan inson bo'lsin va haqiqatda bu narsa bizga yo'q, yetishmayotgan vitaminni bersin deb mashhur o'sha bolalar bilan ishlagan katta psixolog ham qadriyat jihatdan musulmon bo'lgan inson va buni bizga ustozlarimiz tavsiya qildi. Arab tilida yozilgan u. O'sha narsani o'zbek tiliga moslab, qadriyatga to'g'rilab tarjima qilishni boshlayapmizki, haqiqatda buni o'zim o'qib maza qilaman-da, ota sifatida. Chunki sizda muammolar bor, yechim xohlaysiz, bilgan yechimlaringiz o'sha ish bermayapti-da, uni qo'llab bo'lgansiz, unga yechim yo'q. Ya'ni u siz xohlayotgancha ta'sir bo'lmaydi. Yangi narsa kerak. Shuni o'qib ta'limda yurgan inson sifatida ozmuncha, ozgina bo'lsa ham tajribasi bor, ozgina bo'lsa ham o'sha bolalar ta'limi, tarbiyasi, psixologiyasidan o'qigan inson sifatida men shunaqa maza qilamanki, bu narsa bizga zarur ekan deb, hozir maktabga o'shani 2 yoshdan 10 yoshgacha qilib turib, kitob 3 qismdan iboratda. Birinchisi nima qilmaslik haqida, ikkinchi bob nima qilish kerakligi haqida, uchinchisi bola bilan birga o'sish haqida. Ya'ni bolada qilmaydigan odatlaringizni o'rgatadi, qiladigan narsangizni o'rgatadi va birga qilishingiz kerak bo'lgan ko'nikmalarni beradi. Undan ko'raman, kitob o'qiyman, xuddi shunaqa menda taassurot bo'ldiki, bizni hayotimizni 10 yil o'rganganda, o'shani olib kelib yozganda. O'zini boshdan o'tib ketgan. Xuddi bizni hayotimizni yozib qo'yganda, ya'ni ota-ona bilan bola orasidagi muammoni yozyapti-da, bunga sabablar deb turib, ota-ona qilayotgan xatolarni yozyapti-da, uni orqaga qarayapman-da. Bu meni kamerada kuzatib o'tirib yozganmi deyapman-da. Haqiqatda, ya'ni bizni hayotimizga bo'lib ham hozirgi zamondagi bizga mos kelayotgan xatolarimizni to'g'ri yozib qo'ying. O'shandan keyin men tan berdimki, bu haqiqatda eng biz to'g'ri manba tanlamizki deb, uni hozir tarjimasi bilan, o'sha dasturlash bilan, maktabga moslash bilan, ya'ni bog'cha yoshidan boshlaymiz. E'tibor berdingizmi? 2 yoshdan 10 yoshgacha davomimiz. Ya'ni qilinadigan o'sha 2 yoshdan boshlaydigan joylari bor. Men boshda qo'shilmasam, Tolstoymi gapi bo'lardi-da. Bolani kim bo'lishini kelajakda sen 5 yoshigacha hal qilib bo'lasan degan gapi bor-da. Bola endi 5 yoshda endi o'rganish boshlaydi-yu, endi bir ko'nikmalari chiqadi-yu. Misol uchun men 5 yoshimgacha hech narsa bilmaganman, o'qituvchi bo'lishimni qattan hal qilganman. Yo'q. O'sha simptomlaridan ota-ona uni yo sindirib qo'yadi, yo boshqa narsaga burib yuboradi, yoki o'chirib qo'yadi, yoki rivojlantiradi. O'sha narsalar bilmayapti. Yoki 3 dan keyin kech degan kitoblar chiqdi. O'sha kitoblarni ham o'qiyapmiz-da.
keyin o'zimizni qadriyatlarda ulamolar aytgan gaplar bilan bundoq moslasang, yo haqiqatda bolani maktab yoshigacha deyarli siz uni potensialini ochasiz yoki yopasiz. U narsa sizga nimaga bog'liq desa, ota-onani bilimiga, ko'nikmasiga, boylik, ilmlariga bog'liqda. O'sha narsa bo'lmasa, bolani ochiladi baribir. Vaqt yo'qotadi. Kimdir 30 yoshda o'zini topadi, kimdir 20 yoshda topadi, kimdir 10 yoshda topib oladi. Nimadan desa, starting point deydi. Boshlang'ich boshlagan bola inersiya kuchi katta bo'ladi, tengqurlarning oldiga o'tib ketadi. Shuning uchun shu kitob eng yaxshi, nasib qilsa buni maktabga joriy qilganimizdan keyin ota-onalar feedbackini olamizda, yaxshi ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman-da. O'sha eng yaxshi ota-onalarga berish mumkin tavsiya, kuzatinglar, sabr qilinglar va bir o'zingizni kuchingiz yetmaydi. Hozir bolalar energiyasi ko'p, giperaktiv, sizni vaqtingiz kam. Ustozlar bilan hamkorlikda ishlash kerak deb o'ylayman. Ustoz. Hop. Keyingi savolimiz, masalan, hozirgi kunda bilamizki, yosh bola baribir zehni o'tkir bo'ladi baribir. Ya'ni oluvchi, ayniqsa o'sha 4-5 yoshli paytda ham ko'p narsani ilib oladi, tez yodlaydi, tez yozish, o'rganish. Xullas kalom, ilm yaxshi boshida. To'g'ri sayqallash kerak xolos. Ota-ona to'g'ri yo'naltiryapti, masalan, uni ilmga o'rgatyapti, rag'batlantiryapti, mental arifmetika o'rgatar balkim, til o'rgatar yoshlikdan. Xullas kalom, hozirgi qobiliyatidan maksimal foydalanmoqchi ota-ona masalan. Va uni xohlaymizmi yo'qmi, xohlamasa ham uni kursga beryapti. Ya'ni hozir o'rgansa keyin menga rahmat aytasan degan ma'noda ota-ona kursga beryapti. Qanchalik to'g'ri bolani yoshlikdanoq shu ilmga rag'batlantirib, ilmga o'zi joylab qo'yish, ya'ni bolaligicha qolish tavsiya qilasizmi bolani yoki haqiqatdan uni majburlab shu ilm yo'liga kirgizish kerak ertaroq va u ilm yo'lida injiqlanadi, erkalanadi bolalar. Boshida xohlamaydi. Bolani o'sha ta'lim tarbiya jarayonida urib tarbiya qilish deysizmi yoki qanaqadir bir jazolab tarbiya qilish qanchalik to'g'ri, bu haqida qanaqa fikrdasiz? Bu juda ko'p bizga ota-onalar ham keladi. Nima qilay, majburlaymi deydi, yo'q qo'yib beraymi deydi. Ya'ni qo'yib beray, qachon o'zi xohlasa yaxshimi deydi, yo'q hozir bilmayapti, yoshligi o'tib ketdi. Ota-onada dilemma bor-da. Qaysini tanlash bilmaydi. Bu haqda ham men kitoblar o'qib, ilmiy izlanishlarni o'rgandim va umumiy men hozirgi bu narsadagi pozitsiyam, hozirgi, balki kelajakda o'zgarishi mumkin. Hozir kelgan xulosalarim shuki, ota-ona o'rtani ushlash kerak. Bolani bolaligi ham bo'lsin, ya'ni bolani o'qishdan bezdirib qo'ymasin, qanaqadir o'qishi jazo sifatida, qanaqadir majburiyat sifatida, uning uchun og'riq bilan, travma bilan bo'lish kerak emas. Shu bilan birga bolani erkin qo'yib qo'yish kerak emas. Nimaga? Bola nafsini hali boshqara olmaydigan pozitsiyada, o'sha davrda, ya'ni nafsini to'laqonli quli bo'ladi. O'sha shirinlikni xohlaydi, ko'chaga chiqib aylanishlarni xohlaydi, dangasallikni xohlaydi, ani mehnat qilishga uncha rag'bati bo'lmaydi. Ota-ona aytmanki, hikmat egasi bo'lish kerak-da. Hikmat o'sha ilm bilan, tajriba bilan, ustozlarning maslahati bilan keladi. Ya'ni ilmni yaxshi ko'radigan pozitsiyaga olib kelish kerak. Misol uchun rag'batlantirish kerak. Bola nimadir xohlayapti, hop o'g'lim qilamiz, qizim qilamiz. Faqat mana bu narsani qilaylik birga deb bolani natijasini rag'batlantirish orqali u xohlayotgan narsasini bersa, bola birinchidan xursand bo'ladi. Nimaga? O'zi ishlab topyapti-da, unga sovg'a qilishmayapti-da, u evaziga oldi. O'shaning uchun ota-ona yoshligi boladek o'tsin deb deyishi bu xato, bolani tashlab qo'yishi. Yo'q, o'qib o'ynamaysan, keyin o'ynab olaverasan, faqat o'qiysan, urasan, bu ham xato deyman. O'rtani bilish kerak, me'yorni ushlash kerak. Hamma narsani vaqti bor-da. Va o'zi mana bolani bolaligi bo'lsin, boladek o'tsin deymiz-ku, o'sha ayniqsa maktab yoshida, boshqalarda 7 yoshdan, 5 yoshdan, 10 yoshgacha. Deylik, bu to'g'rimi, noto'g'rimi desa, biz savolni javobini tarixdan qarashimiz kerak. Tarixda qanaqa bo'lgan? Misol uchun biz faxrlanadigan ulamolar, avlodlarimiz bor. Ibn Sino deymiz, Buxoriy deymiz, Xorazmiy, buyuklar chiqqan. Hop, biz hozirgi zamonamizda shunaqa insonlar chiqishidan xohlaymizmi? Rozimiz? Ha, bo'ldi. Demak, tarixda bu ish bo'lgan. Ya'ni siz bitta ishni yana takrorlashi eng oson va sinalgan usuli shu ish qilganlarnikini takrorlash. Misol uchun biz samolyot yaratmoqchi bo'lsak, noldan yaratmaymiz-ku. Ya'ni qilingan ishni takrorlasak, taxminan o'xshaydi. Yengisi hali ishlaydimi yo'qmi bilmaymiz, vaqt ketadi. Ularning yoshligiga qarashingiz kerak-da, ularning yoshligi qanaqa o'tgan. Ya'ni umumiy holat, ular bola
bolalik qilib, o'yin qaro qilib, o'sha yoshligini bemalol o'tkazgan, ilm fan bilan o'tkazgan. Biografiyasiga qarang, hammasi deylik har xil sharoitda. Nur-Sultonda misol uchun Alisher Navoiy yaxshi oilada tug'ilgan, otasi deylik saroyda obro'li inson bo'lgan, Mirzo Ulug'bek, shahzoda bo'lgan. Lekin oddiy mana Beruniy, Ibn Sinodagi oddiy oiladan, qishloqdan chiqqan insonlar ham muvaffaqiyatga erishib, dunyo tanilgan ulamolarga aylandida. Ularni muvaffaqiyatini hech qachon bitta omil baholamaydi. Juda ko'p mana yaqinda bir o'xshatish qilib aytdim, mana osh zo'r chiqishi uchun oshpaz zo'r bo'lishi yetarli emas. Guruchingiz zo'r bo'lsin, olov past bo'lib qolsa, guruchingiz pishmaydi. Yoki go'shingiz sal aynigan bo'lsa, hamma narsa zo'r. Guruch zo'r, oshpaz zo'r, yog' zo'r, sabzi zo'rni bitta masalliq yomon bo'lsa, masalliq umuman oxirgi natijadagi ko'rinish bizga yoqmaydigan. Shu bilan birga hamma narsa zo'ru, noto'g'ri narsa ham ichida bo'lmasligi. Hamma narsa zo'rda, ichiga siz deylik mosh solib qo'ydingiz. Oshingizni ichiga. Oshpaz hamma osh o'xshaydimi, o'xshamaydi. Ya'ni bir paytda o'zida hamma komponent yig'ilish bilan birga noto'g'ri komponent bo'lmasligi kerak. Ana o'shanda biz xohlayotgan anaqa mayoq bo'lib ko'rinadigan natijalar ko'rinish boshlaydi. Shuning uchun bitta insonning asl mohiyatida, muvaffaqiyatida nima yotibsa bitta narsani ko'rsatib bo'lmaydi. Juda ko'p, lekin hammasida o'xshashlik bor-da. Buni yaqin olib kelsangiz, bir formulaga solish mumkin-da. Ya'ni umumiy mashina atrofida korrelyatsiya bo'ladi deysiz. O'sha narsa nimasi deyarli 9-10 yoshida yod olgan. Misol uchun, Qur'onni yodlagan yoki savodi chiqqan, 2-3 ta tilni bilgan, qaysidir kitobni yod, misol Alisher Navoiy Lisonut Tayra yodlab olgan, yoki Amir Temur deymiz, Qur'onni orqama-choy ham yodlab berardim deydi. Ya'ni yosh bu o'z-o'zidan kelib, misol vaqtincha qatnashish bilan bo'lmaganda, u narsalar nima bilan kelasa, yoshlikda tizimli ta'lim va tarbiya bo'lgan ularda. Ular o'sha nafaqat fanni, balki sportini ham yaxshi bilganda, otda choptirish, kamon. Demak, yoshligi ularda ilm bilan, tarbiya bilan o'tgan va katta bo'lganda o'sha liderlik, shaxs sifatida shaxsiyat rivojlangan inson. Demak, bu tarixda o'tganmi o'tgan, ha. Demak, shunaqa qilishimiz kerak. Lekin bu degani bolani bezdirish evaziga bo'lish kerak emas. Qilasan, uraman, so'kaman, olib tashlayman, unaqa narsa bo'lish kerak. Bola tushunmaydi. Bolaga nima to'g'ri, noto'g'riligini ota-ona, misol uchun ota sifatida farzandi bilan nima qilish kerak? Buni katta bolalardek gaplash kerak. Ba'zi otalar men kuzatganmanki, bolasi bilan mana yosh boladek gaplashadi. Tiranchi nimani tushunasan deydi. Aytganimni qil bo'l, xo'p degan deydi. Nimaga bu? Mana qilsa nima? Qilmasa nima? Bolaga katta boladek gaplashsa, bola o'zini his qiladi. Ozgina ota maslahatlashyapti, tushuntiryapti. Keyin tushunmayotgan joyini bolani tiliga analik tushuntirish kerak. Uni deylik so'z boyligi 3000 ta, otada 50 mingta. 3000 ta bilan 50 mingtani moslashish eng yaqin yo'li 3000 tani ichida eng yaqin bo'lgan o'xshatish orqali aytishingiz kerak. Matematikada tushuntirsangiz, analikka hayotdan tushuntirsangiz yaxshi tushunadi-ku. Misol foizni tushunmasa, lekin 3000 ga olding, 2000 ga sotding, necha foiz zarar ko'rdingiz, siz 50% beradi hayotga o'xshatgani uchun. Ota shuning uchun ilmli, hikmatli egasi bo'lish kerak. O'shanda boyagi bolasini qilayotgan ishidan bezdirmasdan yaxshi ko'rib, ota xohlayotgan yoki onasi xohlayotgan natijani qilishimiz mumkin-da. Xo'p. Deylik, bola katta bo'lyapti. Xohlaymizmi yo'qmi? Masalan, ba'zi ota-onalarimiz xususiy maktablarga farzandlarini bermoqchi bo'ladi. Va bo'lib ham hozirgi kunda xususiy maktablar juda ham ko'p. Har xil filtrlardan o'tkazishimiz kerak baribir, xohlaymizmi yo'qmi? Nimalarga asoslangan holda masalan ota-ona tanlash kerak maktab? Qadriyatigami yoki umuman olganda o'qituvchini bilmagan, umuman birinchi sinfdanoq ular natija kutadigan holatdagi bir kutuv bilan borish kerak maktabga. Kutuv qanday bo'lishi kerak ota-onani va maktab nimalarga javob berishi kerak? Sizni o'ziz bir balans tizimingiz bo'yicha. Yo'q, bu hozir bizda xususiy maktab yosh sohada. Siz yoshligingizda, biz yoshligimizda deyarli bo'lmagan. Bo'lgan, yo'q deya olmaymiz. Xos misol uchun maktab adashmasam 2016-yilgacha 57 ta bo'lgandi xususiy maktablar. Buni 14 ta regionga bo'lib olsangiz
3ta 4tadan keladi. Buniki ham Toshkentda bo'lsa 3ta 4ta yo 4ta 5ta bo'lganda va bo'lib ham auditoriyasi boshqacha bo'lgan. Misol uchun yo xalqaro maktab bo'lgan, TISga o'xshagan yoki ruscha maktablar bo'lgan va hozirgi yosh ota-onalardagi varianti bo'lmagan. Yangi hukumat kelgandan keyin, ya'ni yangi ma'muriyatda, ya'ni xususiy maktablarni litsenziyasi, faoliyati ancha keskin osonlashtirildi. Hozir mana 1000 ga yaqin. Ya'ni 26 yilda 56 ta ochilgan bo'lsa, oxirgi 10 yilda undan 15-20 barobar ko'p ochildi. Keskin ko'payyapti, ota-onalarda tanlov ko'p. Endi tanlov ko'pligi ota-onalarda ikkinchi muammoni olib kelyaptiki, qaysi birini tanlaydi? Oldimligini tanlaymi, sal uzoqroqligini tanlaymi yo buni tanlaymi deb har xil savol bilan murojaat qilaman. O'zimga ham tanishlarim ko'p. Misol, bizda maktabimizga ancha uzoqda turadi. Qaysi maktabni tanlay, nimasiga e'tibor beray deganda, biz ham umumiy holatda bir shablon javob qilganmizki, hammasiga optimal tushadi. Ya'ni hamma maktabga buni 100% qo'llash qiyin, lekin shu filtr bilan eng kamida 90% adashmaysan. Deymiz, birinchi o'sha maktabni ochgan asoschisi kim? Ta'limdan chiqqan odammi, ta'limdan chiqmagan odammi? Nimaga desa, ertaga u bevosita mana bu faoliyat tadbirkorlik bilan chambarchas bog'liqda. Ya'ni siz loyihangizni umrini uzoq qilish uchun tadbirkorlik prinsiplariga, uni qonun qoidalariga bo'ysunishingiz shart. Agar bo'ysunmasangiz, ertaga bankrot bo'lasiz, bo'lib yopilib ketasiz, faoliyatingiz tugaydi. Bu degani ertaga shunaqa holat bo'ladiki, ta'lim rivoji uchun ba'zi foydadan voz kechish kerak. Bu narsa hozir effekt bermaydi. Short term, longda, ya'ni uzoq muddatda bolalarni qiymatida, natijasida ko'rinadi desa, buni ta'lim egasi his qiladi. Misol uchun bitta bolani ko'rib, bu boladan xudo xolasa yaxshi nazoratda ushlab, poddeshka qilib tursak, zo'r bola bo'ladi deb his qilasiz. Alloh sizga beradi o'sha o'qituvchilik, bu tajriba bilan keladi. Lekin shu bolani qo'llab-quvvatlash kerak bo'layotgan joyda, deylik, o'rniga boshqa pul to'langan o'rta me'yorli bola bor, lekin qobiliyatli, imkoniyati kam bo'lgan bola. Shu joylarda nima hal qiladi desa, ta'lim egasining pozitsiyasidan kelib chiqadi. Ya'ni o'sha joyda ta'limni rivoji uchun, foydasi uchun u foydadan ustunroq qo'yadi. O'shaning uchun ta'lim egasi ta'limni yaxshi his qiladi, uni kelajagini, sifatini yaxshi tushunadi. Shu narsaga e'tibor beringlar deyman. Ikkinchisi, maktabda ishlayotgan o'qituvchilarning saviyasi, darajasi, tajribasi, natijasi. Ya'ni o'sha narsaga ham qarash kerak. Chunki maktab binoyi zo'r, lokatsiyasi yaxshi, hamma sharoit qilgansizda, lekin ustozlaringiz talabga javob bermaydigan bo'lsa, deylik, maktabda bola 6 soat bo'lsa, shuni 4,5 soati sinfda o'tadi. Sinfda bo'lgan bilan ustozi bilan. Shu ustozi agar kompetensiyasi talabga javob bermasa, maktabingiz zo'rligi oshiq qiziqmasdi ota-onaga. Chunki ertaga ota-ona nimaga beryaptiki, maktabda ta'limi, tarbiyasida natija bo'lish uchun. Shuning uchun maktab tanlash hozir birinchi qismiga javob beradi. Demak, asoschisiga, ustozlarini natijasiga, saviyasiga va bevosita men doim tavsiya qilaman, shu yerda farzandini o'qitayotgan ota-onalardan feedback olsin. Chunki biz reklamaga chiqib faqat yaxshi tomonni ko'rsatamiz. Bizda mana bunaqa natija, bizda mana bor deymiz. Reklama qoidasi. Chunki faqat siz yutug'ingizni ko'rsatasiz, lekin kamchilik bo'ladimi? Hamma joyda bo'ladi. Kamchilik bo'lmaydigan joy yo'q-da. Xatolar bo'ladimi? Bo'ladi. Ba'zi berayotgan ishlaringizni o'zingiz rozi bo'ladigan darajada qila olsangiz, qila olmayman, lekin harakat qilaman deysiz. U narsani ochib olmaysiz. Ota-ona biladi. Sizda farzandini o'qiyaptimi? Issig'ingizni ham biladi. Sovug'ingizni ham biladi. O'sha ota-onadan so'rashga, men farzandimni shu yerga bermoqchiman. Tavsiya qilasizmi? Desa, ha deydi yoki yo'q deydi. Ha desa, nimaga yo'q? Eng to'g'ri metrga shu bo'lsa, chunki farzandi inson uchun eng qimmat kapital uni farzandida. Farzandiga ravo ko'ryaptimi? Demak, uncha narsadan ustun. Shuning uchun o'sha narsaga qarasin maktab tanlayotgan. Endi ota-onalar bilan maktab o'rtasidagi munosabat qanaqa bo'lsin, nimasini kutsin desa, ko'p ota-onalar o'zi maktabga, xususiy maktabga o'tgan asosiy sababi xotirjamlik, muhit. Chunki yaqinda bir joyga biz olimpiadalar bo'ladi, musobaqalar bo'ladi maktablar o'rtasida. Davlat tomonidan tashkillashtirilgani qaysidir bitta maktabga biriktiriladi. O'sha tumandagilar boradi o'tganda.
O'sha yerda bizda o'quvchilarimiz birinchi o'rinni olgan. Endi taqdirlashga borishimiz kerak. Boldaga ham motivatsiya bo'ladi. O'sha payt endi aytmayman qaysi hudud, qaysi maktab bu, lekin o'zimni hayotimda ko'zim bilan guvoh bo'lgan narsa. Maktabga men bir 10 muncha oqli borib qoldim aytilgan vaqt. Tashqariga stoyankasiga mashinamni qo'yib, maktab hududiga kirgunimcha bir taxminan bir 300 metr bordi. Chunki orada panjara bor, ochiq hudud, bolalar stadionda, plashatkada o'tirishdi. Binoning ichiga kirgunimcha taxminan 5-6 minutda kirdimda, piyoda yurib. O'sha joyda men bir ancha bo'pti-da, u muhitdan chiqib ketganimda. Yoshlikdan keyin jiyanlarga ham bormadim, farzandlarga ham bormagan. Menga umuman begonadek his qilib qoldim maktabda yurib. O'sha chegaradan, mashinadan binoning ichiga kirgunimcha 20 tadan ortiq so'kinish eshitdim-da. Shunaqa so'kishyaptiki, men o'g'il bola bo'lib turib xohlamasdim u gapni eshitishni. U yerda ayollar yuribdi. Shunaqa so'kishyaptiki, men o'g'il bola bo'lib turib xohlamasdim u gapni eshitishni. U yerda ayollar yuribdi, qiz bolalar yuribdi. Bolalar shunaqa kopda o'ynayapti, voleybol o'ynayapti, yugurib ketyapti. Tanaffus payti, to'g'ri. Lekin meni xafa qilgan holat shu yerda. O'sha yerda 5-sinf ham bor, 11-sinf ham bor. Shunaqa bemalol baland ovozda so'kilyaptiki, yosh qizlar ham bor, katta qizlar ham bor va masala ularni oldida so'kishda emas, o'sha so'kishga reaksiyasi nol bo'lib qolgan. Qiz bolalar yuribdi. Bolalar shunaqa kopda o'ynayapti, voleybol o'ynayapti, yugurib ketyapti. Tanaffus payti, to'g'ri. Lekin meni xafa qilgan holat shu yerda. O'sha yerda 5-sinf ham bor, 11-sinf ham bor. Shunaqa bemalol baland ovozda so'kilyaptiki, yosh qizlar ham bor, katta qizlar ham bor va masala ularni oldida so'kishda emas, o'sha so'kishga reaksiyasi nol bo'lib qolgan. Tabiiy holat. O'sha oddiy masalan, kimdir oldida so'ksa, "No qaraysiz-ku, so'kyapti, indamasdan o'yinni davom ettirib ketyapti-da." Eng ikkinchi meni o'sha holatda xafa qilgan narsa shundaki, ustozini gapini bir tingolmayapti-da. "Hay, unaqa qilma, hay so'kmagin" desa, parvosi kelmayapti-da. Bola umuman ustozini bor yo'qligi e'tibori ham yo'q-da. Stadionda shunaqa bo'lyapti, qizlar bilan bolalar misol uchun aralash bo'lib ketib qolganda, ana sochidan tortib ketyapti, kiyimiga urib ketyapti. Menga o'sha holat yoqmadi. Bu balki faqat o'sha maktabga xosdir, lekin tabiiy holatda unaqa bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Muhit, haqiqatda ota-ona xavfsizligi uchun, ya'ni farzandi yonida o'rtoqlari hech bo'lmasa filtrdan o'tgan bolalar bo'lsin deydi. Xususiy maktab nima qiladi? Uni qamrovi cheklanganda, xohlagancha bola ola olmaydi. Bitta sinfda 20-24 ta bola bo'ladi. Siz uni test qilib olasiz, suhbat qilib olasizda, filtr qilgan ishni ota-ona biladi. Davlat maktabida hozircha 40 ta, 45 ta bola. 20 ta, 24 ta. Ikkinchidan ustozlarni filtrlaydi. Hamma ustoz olmaydi. To'lmagandan majbur diplomi bo'lsa qabul qiladi. Chunki darslar bekor o'tgandan ko'ra hech bo'lmasa vakant turmasin-da, tajribasi bo'lsa ham olsin deydi. Va ba'zan o'qituvchilar qonunsizligi tufayli geografiya ustoz tarixga, jismoniy ustoz shu holatlarda muhitda, ta'lim sifatida katta savollar turibdi-da u yerda va ota-ona shuni yagona yechim sifatida oldin biz yoshligimizda repetitor bu narsadan qutqargan. Repetitor bizni nimadan qutqarganki, bilimdan, tarbiyadan emas. Chunki repetitorga biz 3 ta fanga 3 ta ustozga borardik-da. Ya'ni 3 ta ustozimiz deylik 3 xil auditoriya bo'lardi. Matematikadan boshqa ustoz, ingliz tilidan boshqa ustoz, ona tilidan boshqa ustoz yoki yo'nalish boshqa bo'lsa, har xil muhitda borib ham 2 soatga borasiz. Maktab 6 soat, bu yerda 2 soat. Natija o'laroq institutga kafolatlashi, repetitor tizimi bo'yniga olib berib, bu narsani vaqtincha yechim berdi. Endi ota-onalarda ham bilim, ham tarbiya, ham muhitni bitta jam qilib, buket qilib berayotgan xususiy maktab hozir ota-onalarni eng katta og'rig'iga yechim bo'lib turibdi. Shuning uchun ota-onalar shuni xohlayapti, lekin eng katta qilayotgan xato shundaki, shunaqa tushuncha borki, bo'ldi, farzandimni xususiy maktabga berdim, mana men qutuldim. Bo'ldi, bolam zo'r bo'lib qoladi, muammosi bo'lmaydi deb o'ylaydi. Afsuski bu xato. To'g'ri, maktab harakat qiladi bolani tarbiyalashga, bilim berishga, lekin ota-ona xohlagan rezultat hech qachon bo'lmaydi, qachonki o'zini rolini o'rtaga qo'shmaguncha. Ba'zi ota-ona bo'ldi, qo'lini ko'taradi, mana bolam saniki, eti ham, go'shti ham saniki, nima qilsang qil deb ketadi, lekin
maktabdagi qoida, maktabdagi talab, maktabdagi muhit uyda bo'lmasa, foydasi yo'qda. Tushunyapsizda? Siz maktabda ilmga rag'batlantirasiz, uyda kitob o'qimayapti yoki dars qilmayapti, bolam bilan ota-ona gaplashmayapti. Endi totdi bu narsani. O'zi shuncha payt masalan farzandim bilan ishlamagan, ishlash xohlagan, vaqti bo'lmagan, boshqa ko'p sabablar bor. Endi biz ularga o'rgatishni ham boshlayapmiz. Ya'ni farzandingiz bilan bunday qiling. Biz o'ylardik, ota-ona biladi, qilgin derdik va keyin buni tushunib yetsak, bu oqibat ekanda. Ya'ni qilmayotganni oqibat deb qarasak, sabab va oqibat qonuniyati bor, sababi nima ekansa bilmas ekan. Va o'sha bilimni biz berishni boshlab, boya 3 ta kitob dedim-ku. 3 ta kitob 3 ta odamga mo'ljallanganda, birinchisi o'quvchiga, ikkinchisi ustozga, uchinchisi ota-onaga. Ya'ni ota-ona uchun alohida ko'nikmalar bor, ustoz uchun alohida ko'nikmalar bor. Biz ota-onalarga o'sha kerakli bo'lgan uslublarni, metodikalarni berishni boshlaymiz va bu yaqin kelajakda bo'lmasa ham 2-3 yilda yaxshi natija beradi. Shuning uchun ota-onalar maktabdan kutayotgan narsasi yaxshi, lekin uni hamkorlikda qilmasa foydasi yo'q. Biz buni 4 yillik tajribamizda ko'rib qolmizda. Ustoz. Xo'p, Hasanxo'ja aka, men 17 yil dars berdim deyapsiz, 18 yil salkam. Shu dars berish jarayonida o'zingiz uchun o'qituvchini qanaqadir bir qolipini yasagansiz o'zingiz uchun. Ya'ni siz uchun o'qituvchi qanaqadir kategoriyaga javob berish kerak. Shunaqa bir siymoda yadalanganda. O'sha narsani bizga aytsangiz, ya'ni o'qituvchi qanaqa talabga javob berish kerak hozirgi kundagi, bo'lib ham hozirgi kunda o'quvchilar yondashadigan o'qituvchi qanaqa sifatli, bir qanaqa bir talabga javob berish. Mana o'qituvchini men 3 turga bo'laman. Birinchisi faqat ma'lumot beradigan, vazifani beradigan, tekshiradigan. Ikkinchisi bolani tahlil qiladigan, xatolarni topib yo'naltiradigan, uchinchisi mentor. Yaqin 5 yilda birinchi kategoriya ustozlar bozordan chiqib ketadi. Talab qolmaydi. Nimaga sun'iy intellekt keldi bo'ldi? Sun'iy intellekt o'sha ustozdan ko'ra vazifani juda zo'r bajaradi. 24/7 yonida. Har xil uslubdan foydalanadi, bolaga moslashadi, savoliga javob beradi, analizlar qiladi, o'xshatishlar, grafiklar ne bo'l. Oddiy ma'lumot beradigan ustoz na bozorda qoladi, na sohada qoladi, chiqib ketadi. Ya'ni ularga talab qolmaydi. Faqat rasmiyatchilik uchun qattiq yurmasa. Ikkinchisi mentor. U endi tajriba bilan keladi. Bolani kamchiligini o'rganadi, tahlil qiladi, unga nima kerakligini bilib, bolaga maslahat beradi. Uchinchisi mana men eng xohlaydigan ustozlarda bo'lish kerak bo'lgan bu eng katta yutug'i ertaga shu ustozni sun'iy intellektdan almashtira olmaydi. Bu ustoz kimsa mentor bo'lgan ustoz. Bolani maqsadlarini aniqlaydi, uni rag'batlantiradi, uni motivatsiya beradi. Faqat o'qitadi, uni hayotga tayyorlaydi, shaxsiyatini kuchaytiradi, xatolarni aytadi. Bu endi matematikani bilish, mana misol uchun sohani olsak, o'sha fanni bilishni o'zi yetarli emasda. Yondosh hududlarni ham bilish kerak. Ya'ni bola psixologiyasini bilish kerak. Bolani depressiyasida yoki o'sha xatosida, xafagarchiligida to'g'ri maslahat berib yondashadigan ustoz bo'lish kerak. Ana shu ustoz haqiqiy ustoz hisoblanadi. Ya'ni o'qituvchilik faqat doska bilan partani orasida qolib ketsa, 2 yildan keyin ham ustozi eslanmaydi, kelmaydi, xabar olmaydi. Lekin ba'zi ustozlar bor, mana sizda bo'lsa kerak shogirdlar. Meni o'zim misol 2010-yilda o'qitgan shogirdlarim haligacha xabar olib turadi. Kelib turadi. Uylarni farzandli bo'lib, yaqinda bolasini olib kelyapti-da. Ya'ni oqibat bunaqa saqlanish uchun u bilan sizning qadriyatlaringiz, ruhiyatingiz bog'lanishi kerak. U doskan bilan partani orasida bo'lmaydi. U undan tashqari suhbatlarda bo'ladi. U sizga muammosini aytish kerak, rejasini aytish kerak, sizni to'g'ri maslahat beradigan, aqli yetadigan, shu narsani tushunadigan, poddeshka qiladigan inson sifatida ko'rish kerak. U qachon bo'ladi? Sizning shaxsiyatingiz shunga javob bersa, sizda o'sha bilim bo'lsa, o'sha qadriyat bo'lsa, o'sha amal bo'lsa, o'sha muammolarni yonida turib to'g'ri yo'l ko'rsatayotganingizni bilsa, sizni otasidek yaxshi ko'radi, akasidek yaxshi ko'radi. Shu ko'nikmalarni ustoz o'zida jalb qilish kerak. Shunda u eng sevimli, unutilmas, doim eslanadigan qadrli inson bo'lib qoladi. Mana shu ustoz eng bozorda kamyob, eng talabgir va sun'iy intellekt buni hech qachon o'rnini bosa olmaydigan ustoz bo'lib qoladi.